Yoqishga o'tin tugab qolgan ekan. Bir kun nagrevatorda o'tirib, shunaqa sovqatdim. Uyini o'tin ko'mirda isitgan odamga nagrevator sovuqlik qilar ekan. Dadam doim kechqurun va ertalabkiligimga o'tinlarni yorib, tayyor qilib qo'yar edi, lekin nimagadir kecha topa olmadim. Esidan chiqib shekilli deb o'zim yorishga harakat qilib ko'rdim, uddaladim, lekin qo'limni ham kesib oldim. Yig'ib tergan o'tinlarim baribir ozlik qildi va dadam o'tinlarni menga tayyorlab berguncha iloji yo'q nagrevatorda o'tiraman. Xonaga mos qilib kichikroq mebel yasattirsammi deb o'ylayotgandim kiyimlarni joylashga, lekin bu uy bahorda buziladi. Undan keyin u mebelni qayerga ham joylayman dedimda, shunaqa vishilkalardan foydalanib turibman. Obedgacha mayda-chuyda ishlarimni qilib oldimda, qo'y yog'i olib kelgan edim jizza qilish uchun. 5-6 kun bo'lib qolgan edi, sal kosa esimdan chiqib aynib qolardi ekan. Tezdagina qo'g'irib qo'ydim, ungacha hadicha ham turdi. O'zim ertalab choy ichmagan edim. Birgalikda nonushta va obedimizni qo'shib qilib oldik.